Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, mana Eid Ramazon kuniga ham ozgina fursatlar qoldi. Bu namozni, Eid Qurbon namozini va Eid Ramazon namozini qanday o'qishligini tartibini ko'pchiligimiz bilmasligimiz mumkin yoki bilgan taqdirda ham adashib qolishligimiz ehtimoli bor. O'shaning uchun hozir mana shu namozni qanday tartibda ado qilishlikni qisman bir o'rganib chiqamiz. Namozgohga kelgandan keyin hamma o'tiradi. Imom domla amr ma'ruf qilib bo'lgach, namoz vaqti bo'lganda quyoshning, ya'ni chiqib bir nayza barobar ko'tarilgach, quyosh chiqqandan keyin 15 daqiqalar o'tgach, undan keyin Eid Ramazon, demak bomdod namozini ado qilib, hammasini tugatib bo'lgandan keyin Eid Ramazon namozi o'qiladi yoki Eid Qurbon namozi. Qurbon hayiti kunida hech narsa yemasdan chiqiladi. Bu sunnat. Chiqqanda ham uydan takbir tashrih bilan bir ko'chadan chiqib, boshqa ko'chadan aylanib uyga kirsa yaxshi bo'ladi. Toza liboslar, o'zimizga xushbo'yliklarni sepib va albatta shu Eid Ramazon uchun yoki Eid Qurbon uchun g'usl qilgan holatda kelamiz. Ana keldik. Kelganimizdan keyin namozgohda Ramazon hayitida esa toq holatda yo 1 yo 3 ta yo 5 ta xullas magiz yo xurmo yeb olib undan keyin kelamiz. Ana o'shanda katta ajr bor, savob bor, payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga amal bor. Ana Ramazon hayitiga keldikda endi imom domla ma'ruza qilganlaridan keyin o'rnlaridan turib namozni tartibotini tushuntiradilar. Undan keyin saffon deyiladi, hamma saf tortadi va namoz boshlanadi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin imom xatib chiqib minbargacha xutba o'qiydilar. Xutba o'qigandan keyin yana qaytib o'tirib, undan keyin duo va tilovat Qur'on bilan yakunlab, demak turiladi. Biz hozir ana o'sha saffon, ya'ni namozga turinglar, safni tortinglar degandan keyingi o'sha namozning tartibini o'rganamiz. Avvalo niyat qilamiz. Misol uchun Qurbon hayiti bo'lsin, Ramazon hayiti vojib bo'lgan 2 rakat Ramazon hayitining barcha jumla takbirotlari bilan ado qilmoqlikni niyat qildim. Yuzlandim qibla muqaddas Ka'batullohning bir tarafiga, iqtido qildim ushbu imomga, agar imomga iqtido qilsa. Agar imomga iqtido qilmasa, o'zi iqtido qildim ushbu imomga degan so'zni aytmasdan imomni o'zi boshlaydi. Orqada turganlar demak iqtido qildim ushbu imomga, xolis Alloh uchun imom domla Allohu akbar degandan keyin biz ham Allohu akbar deb keyin namozga kirishamiz. Ana namozga kirishgandan keyin imom domla Allohu akbar deb namozga kirishgach nima o'qiydi? Birinchi sanoni o'qiladi. Subhanakallohumma va bihamdika, qolgan muqtadiy ham hamma birgalikda shu sanoni o'qiladi. Subhanakallohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'oyruk. Sajda qiladigan joyga qaragan holatda o'qiymiz. So'ngra imom domla Allohu akbar deganda biz ham qo'llarimizni takbirga ko'taramiz. Allohu akbar, yana ko'taramiz. Allohu akbar 3 marta bo'ldi. Birinchi takbiri tahrima bilan, ya'ni iftitoh salatdagi takbir bilan qolgan 3 ta takbir 4 ta bo'ldi. Ana o'sha holatda qo'llar bog'lanadi. Undan keyin muqtadiy jim turadi, imomning o'zi qiroat qiladi xolos. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim deb ovozini chiqarmasdan maxfiy aytadilarda, keyin qiroatni Fotiha surasini jahriy o'qiydi. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Keyin bir sura zam sura qiladi. Val asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. So'ng rukuga ketiladi. Allohu akbar. Subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim. Sami'allohu liman hamidah deb imom aytadi. Orqadagi turganlar Robbana lakal hamd deydi. Sami'allohu liman hamidahni muqtadiylar aytmaydi, imom aytadi. Robbana lakal hamdni esa imom aytmaydi, orqada iqtido qiluvchilar aytadi. Robbana lakal hamd deb turgandan keyin Allohu akbar deb sajdaga ketiladi.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. O'rnidan turib bismillah bilan Fotiha surasi va Zam surani o'qiydi imom. Qolganlar jim turadi, eshitadi. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Zam suradan keyin qo'llar ko'tariladi. Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar. 3 marta ko'tarilgandan keyin Allohu akbar deb 4-inchisida demak rukuga yetiladi. Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim Sami'allohu liman hamidah deydi imom. Qolganlar Robbana lakal hamd deb qo'yadi. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Allohu akbar Allahu akbar Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Salom bergandan keyin demak imom turadilarda xutbani o'qiydilar. Xutbani o'qiganlardan keyin o'rnlariga kelib, undan keyin duo bo'ladi, Qur'on tilovati va yakuniy duo bilan hamma o'rnlaridan turadilar. Masjidning ichida dunyoviy so'zlanmaydi, u yerda ortiqcha harakat qilinmaydi. Tashqariga chiqqandan keyin hamma bir-birini demak bayram munosabati bilan muborakbod etib tabriklab, undan keyin boshqa ko'cha bilan demak uyga sovg'a salom bilan boriladi. Bu kunlarda ota-onalarimiz, qarindosh urug'larimiz, yaqin do'stlar, birodarlarimizni borib ziyorat qilib, bir-birlarimizga mana shu bayramona kayfiyatni ulashgan holatda tabriklab, xursandchilik bilan o'tkazishligimiz kerak. Musibatimiz, yig'i-sig'i, bel bog'lab, odamlarni hammasini ko'nglini xira qiladigan narsalardan xoli bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo bu kunlarni barchalarimiz uchun xayrli va barakatli va hammamiz uchun manfaatli bo'lishligini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.